Assalomu alaykum hammaga. Jarqironidan kuzatuvchi obunachimiz mashinani qilib bergan ishlarimiz haqida aytib o'tamiz. Mashinamiz 2023-yil ekan. Qilib bergan narsalarimiz. O'zini zavodskiy o'ringa kruz kontrol tizimini o'rnatib berdik. Ko'plar aytadi, mexanikaga bo'lmaydi deydi, lekin mexanikaga ham o'rnatsa bo'ladi. Mexanikaga ham akkuratni qilib o'rnatsa bo'ladi mana. Shunday holatga turibdi. Magnitofon baland past qiladi. Bezuq qiladi, telefon kesak ko'taradi. Qo'shiqni o'tkazib qaytarib papkadan papkaga oladi, hamma funksiyalar to'g'ri ishlaydi. Zazorlari ham yaxshi chiqqan bo'ladi. Chap tomonda kruz kontrol tizimi ishlaydi. Ko'plar kruz kontrol mexanikada ishlamaydi deydi, bekor gap, lekin ishlaydi. Mana yonib o'chyapti. Kruz kontrol tizimi ishlab turibdi. 36 gradus tashqari temperaturasini ko'rsatib turibdi. Akamiz suv tachchiga o'rnatib bergandik. Mashinamiz holati ideal bo'ladi. Keyin plafoniga led ham o'rnatib berganmiz. Plafon led 60 ming so'm, narxlari haqida ham to'xtalamiz. Plafon led o'rnatib berishni 60 ming so'm, kuyib qolmaydi, muammo qilmaydi. O'zini ruliga zavodskiy ruliga aksiyaga tushgan 480 ming so'm knopka o'rnatib berish hamma narsalar ichida. Zadniga ursa air bo'ladi. Shunaqa programmalarni yozib berganmiz. Zadniga uramiz, air bo'ladi. Keyin gradus bilan soat chiqib turadi tablosi, zavodskiy tablosida. Keyin bu akamizga panika funksiyasini ham yoqib berganmiz. Ishlashda muammo bo'lmaydi, hammasi juda ham zo'r holatda ishlaydi. Panika funksiyasini tekshirib o'taman. Panika funksiya mexanika mashinasida ham bo'ladi. Mashinamiz 4-pozitsiyaga o'xshab ruchkalar ham qo'yilgan, oldiga nikellarni xuddi 4-pozitsiyaga o'xshatib diskalargacha qo'yilgan. Mashinani quflaymiz. Quflangandan keyin panikani ishlatish uchun quflashni bosib turamiz. Mashinangizga kimdir teginayotgan paytda shuni bosib tursak, 3 marta pap qiladi. Agarda yana qattiq teginaversa, quflash knopkani yana ezib bosib tursa, 3 sekund bosib tursa, juda ham katta panika ishlab ketadi. Pap qoladi. Bu funksiyani avtomatik ham mexanikaga ham yoqsa bo'ladi. Ko'plar mexanikaga yoqib bo'lmaydi deydi, lekin mexanikaga yoqsa bo'ladi. Faqatgina avtozapus bo'lmaydi. Avtozapus funksiya qilishda ham yo'li bor, lekin Cobalt mashinasi mexanikasiga uncha ish bermaydi. Shuning uchun bu xizmatni qilmaymiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'layotgan bo'lsa, bemalol telefon qilib kelaversangiz bo'ladi. O'zimizning adresimiz Toshkent shahri, Termizdagi adresimiz 2-litsey to'g'risida shogirdimiz ishlaydi. Bemalol kelib qildirsalaringiz bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, yangiliklar hali oldinda.